Assalomu alaykum. Hozirda Kalujskiyda, Kaluj sosed, то есть скатка etmasdan zapravka chiquvdim. Bitta refrigerator furani ko'rdim. Kitayskiy. Skatka chiqib ketyapman. Уже bu yerda avtobus fura ketyapti. Kitayskiy nomer bilan. Mana kitayskiy nomer. Так что, nima deydi? Furachilar furani sotishar deydi. Kitay bosib ketadi shekilli, yaqinda Moskvaga. O'zi o'tgan oyda вообще ko'p ko'rdim furani iching. Hozir yana ko'payib qolishdi. Ular только kitayskiy mashinalar olib kelyapti ular.